Assalomu alaykum azizlar. Bugun qabulimdan lavhalar ulashadigan kun ekan. Yana bir bemorim keldi. Bu bemorimda men autoimmune tiroidit chiqqan mana. Ko'ryapsizlar a? Autoimmune tiroidit bu yaxshi narsa emas. Autoimmune kasallar hali oxiriga biz yetmaganmiz meditsinada ham. Lekin juda ko'p sabablar bo'lishi mumkin. Bu glutenga sezuvchanlik, kazeinga sezuvchanlik, virus nagruzka, kandida va hokazolar. Mana bir oy avval topshirgan. Bir oy avvalgi mana natija va birinchi etap lecheniyadan keyingi natija. Mashalloh, nima dedinglar? Zo'rmi? Qaranglar. Ferritin o'sha vaqtda yallig'lanish chiqqandi va men unga aytgandim, lecheniyadan keyin ferritin tushib ketishi ham mumkin, chunki bu yerda yallig'lanish hisobiga chiqib turibdi deb. Onalar juda ham akkuratni bemorimiz go'shtlar bosib berib ferritin tushishiga yo'l qo'ymagan va ferritin aksincha ko'tarilgan, lekin yallig'lanishlarsiz. Tushundinglar a? Mani hech qachon praktikamda mana bunaqa tez antitogeni tushganini ko'rmaganman men. Birinchi marta shunaqa ko'rishim. Beta gamma sistein ham avval baland bo'lgan. Necha bo'lgan gamma sistein avval? 11.47 va hozir mana 9.47 ga tushgan. Mashalloh, xullas hamma natijalari juda yaxshi tarafga siljigan. Xo'p, buni siri nimada? Xo'p, nima qildingiz? Doktor aytganlaridagi ratsiondan birinchi o'rinda shakar, kazein va gluten chiqarib tashladi. Qiyin bo'lmadimi? Yo'q. Qiyin bo'lmadi. Umuman. Eplasa bo'lar ekanmi? Bo'ladi. Nonga umuman ehtiyoj ham bo'lmadi. Bo'lmadi. Glutensiz nonga ham ehtiyoj bo'lmadi. Azizlar, demoqchimanki, nima uchun buni aytyapman? Sababi autoimmune kasallik bu yaxshi bo'lmagan kasallik va har doim buni tushirishga harakat qilishimiz kerak. Ovqat bilan ham buni tushirsa bo'ladi. Ya'ni buni sabablaridan biri bu glutenga sezuvchanlik va oshqozon ichak traktini buzilishi. Chunki bularda kalprotoksin ham baland chiqqan, to'g'rimi? Birinchi etapda shuning uchun shilliq qavat bilan ishlab ovqatni to'g'rilaganmiz va mashalloh juda ham yaxshi natija bo'lgan. Ko'ryapsizlar, shunchaki xursandchiligim sizlarga ulashyapman. Bemorimiz o'zi ham xursandmisiz o'zingiz ham? Rahmat. Internetlar rosa titgandirsiz, bu nima deb? Nima ekan? Nima anaqa oldingiz buni izlaganda o'zingiz uchun ma'lumot? Autoimmune tiroiditda. Autoimmune tiroiditda asosan stressni kamaytirish va o'sha ratsiondan mumkin emas narsalarni chiqarib yuborish kerak ekan. Eng katta to'g'ri. Demak, dori emas, birinchi hayot. Azizlar, shuni ulashmoqchi edim. Agar sizlarda ham shunga o'xshagan muammolar bo'lsa, tashrif buyurishinglar mumkin.